Assalomu alaykum barchaga. Men Muqaddas Komilova. Opa-singillarimizga, shogirdlarimizga onlayn hamda offlayn darsliklar berib, mana shu sohani o'rgatib kelaman. O'zi aslida bu sohani tanlab, mana shu atelyeni ochib, o'quv markazini ochganimdan hozir juda ham faxrlanaman. Mana shu darajaga yetganimdan, ustoz bo'lganimdan, mana shunday darajaga yetganimdan juda ham xursandman. Vaqtida to'g'ri qaror qabul qilganimdan juda ham xursandman. Hozirgi men qilayotgan ishimdan juda ham faxrlanaman va eng asosiysi men rohatlanaman. Siz ham agar balki tikuvchilik bilan shug'ullangandirsiz, shug'ullanarsiz, bichishni, tikishni bilarsiz, qaysidir atelyeda bir qancha ishlagandirsiz, yoki bo'lmasam o'qishni, mana shu soha bo'yicha tekstilmi, dizaynerlikmi, qaysidir soha bo'yicha aynan mana shu bichish tikishga doir kurslarni tugatgandirsiz yoki institutlarni tugatgan bo'lsangiz, o'zingizning mijozlaringizga ega bo'lishni boshlagandirsiz. Ularga liboslarni tikkaningizdan keyin baribir har bir ayol qizni, opa-singillarimizni ichida o'zimni atelyem bo'lsa edi, xudo xohlasa o'zimda kichkina bo'lsa ham atelyem ochaman, shaxsiy brendimni yarataman, yoki bo'lmasam biron bir ishlab chiqarish sexini ochaman yoki o'quv markazi ochaman degan baribir orzu istaklari bo'ladi. Agar sizda ham mana shunday orzu istaklar bo'lsa, orzu istaklaringiz sizni hech qachon tinch bermay g'alayon ko'tarsa, demak siz albatta oching. Bu orzu istaklaringizni prosta shunda qoldirmang. Chunki yillar o'tgan sayi, yoshingiz kattayrgan sari sizni mana shu orzu istaklaringiz baribir ertaga tinch qo'ymaydi va nimaga qilmaganman o'sha vaqtida. Balkim o'sha vaqtida mana shu atelyemi yoki seximni ochganimda hozir juda ham zo'r natijalarga, katta yutuqlarga erishgan bo'lardim deb o'ylaysiz. Agar siz o'zingiz xohlagan ish bilan shug'ullanmasangiz, baribir boshqa bir kasbning egasi bo'lib, daromad qilishni boshlasangiz ham, u topayotgan pullaringiz, undan olayotgan bilimlaringiz, rohatlaringiz siz o'zingiz xohlagan kasbdagi rohatni bermaydi. Shuning uchun siz mana shu atelyeni ochishni orzu niyat qildingizmi, srazi harakatni boshlab buni o'z atelyengizni ochishingiz kerak. Buning uchun hech qanday sizda qo'rquv, hech qanday to'siqlar bo'lmasligi kerak. Bu borada sizni yoshingiz hali yoshmi yoki yoshingiz kattaroqmi? Ko'pchilik aytadi, "Meni yoshim kattaroq, menga kech emasmikan?" deb o'ylashadi-da. Buni farqi yo'q. Ishoning, umuman farqi yo'q. Siz yoshmisiz, yoshingiz kattaroqmi? Naborot yoshingiz kattaroq bo'lib, siz mana shu kasb soha bo'yicha bir necha yil faoliyat yuritgan bo'lsangiz, ba'zi bir atelyelarda tikuvchi vazifasida, bichuvchi vazifasida ishlab kelgansiz, 10 yil, 15 yil ishlagandirsiz. Naborot sizda tajriba ko'proq bo'ladi mana shu soha bo'yicha. Va siz o'ylaysizki, mana shu ishlayotgan joyingizdagi sexmi, u atelyemi, agar men atelye ochganimda bundan ham yaxshiroq qilib ochgan bo'lardim. Atelye ochganimda mana bu joyini men bunaqa qilgan bo'lardim. Xodimlarim bilan men bunaqa ishlagan bo'lardim. Mijozlarimni o'z dugonamdek ko'rib, yaxshi muomala qilardim va meni mijozlarim bundan ham ko'p bo'lar edi deb orzu istaklar qilasiz. Albatta mana shu orzu istaklaringizga yetishing, bu orzu istaklaringizdan hech qachon voz kechmang. Shuning uchun harakat qilish kerak. Odam qilgan ishni albatta odam qila oladi. Buning uchun siz atelye ochishingiz kerak endi. Endi qiladigan bizning ishimiz. Xo'p, siz qaror qildingiz, atelye ochaman deb qaror qildingizda, endi sizni keyingi qiladigan bosqichingiz, ko'pchilik aytadi, ochmoqchiman, lekin mablag' yetishmayapti deb. Agar sizda mablag' yetishmasa, siz eng kamidan, eng oddiysidan boshlang. Srazi katta, hali pul daromad qilmasdan turib, srazi katta xonalarni, hamma narsalarni olib yoki kreditga olib tashab, hamma narsalarni unaqa qilmang. Kamidan, oddiyrog'idan boshlang. Masalan, siz istiqomat qilayotgan joyingizda mahalla bor, JEK bor, mana shu joyga borib, men mana shu soha bo'yicha necha yildan beri faoliyat yuritaman yoki o'qidim, mana sertifikat oldim, diplom oldim. Endi men yana ham rivojlanishim uchun mana mahalladagi ayollarni, ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlayman, ishchi kuchlarni yarataman va mahallamizdagi ayollarga bir-biridan chiroyli liboslarni tikib, xizmat ko'rsatish qilmoqchiman. Lekin menda mablag' yetarli emas deb murojaat qilsangiz, hozir juda ham ko'p mahallalarda mana shu ayollarga, biznes plani bor ayollarga mahalla hokimiyatlar juda ham ko'p yordam berishadi. Albatta ulardan birinchi yordamni so'rab ko'ring. Siz uchun eng kerakli, eng arzonroq joylar bo'ladi mahallalarda, mahalla komitetlariga tegishli. Ana o'sha joylardan sizga arzonroq joy ajratib beradi. Boshlanishiga bu ham bo'ladi.
Ikkinchisi, siz agar boshlasangiz, birinchi ko'pchilik mas'uliyati cheklangan jamiyat yoki yakka tartibdagi tadbirkor qilib kattaroq ochmoqchi bo'ladida, albatta shu natijaga erishasiz, faqat sekin astalik bilan. Birinchi, siz yoki bo'lmasam uyingizda xizmat ko'rsatish qilib atelye ochsangiz ham bo'ladi. Buning uchun siz qonun doirasidan qilmoqchi bo'lsangiz, soliqdan, ya'ni налоговыйdan o'zini o'zi bandlik bilan ta'minlash bo'lib, u yerdan ro'yxatdan o'tasiz va sizga soliq guvohnoma chiqarib beradi. Mana shu guvohnoma orqali ham ish faoliyatingizni boshlasangiz bo'ladi boshlanishiga. Bunda sizga juda ham ko'p imkoniyatlar bo'ladi. Staj ketadi sizga birinchidan, ikkinchidan ertaga pensiyaga chiqishingizga qulayliklar bo'ladi. Avvallari har oy bizda pensionniy, ya'ni eng kam oylik ish haqqini bir barobarini biz налоговыйga pensionniy fondga topshirgan bo'lsak, hozir prezidentimiz qarori bilan bizga hunarmandlarga, ya'ni tikuvchilarga juda ham yengillik yaratdi. Hozir har oy emas, bir yilda bir marta, hozir ya'ni 360 ming so'm deb belgilasak, shu 360 ming so'mni bir yilda bir marta to'laymiz. Bo'ldi, shu bilan boshqa налог to'lamaysiz. Hech qanday soliqlardan, barcha soliqlardan ozod bo'lasiz va o'z faoliyat turingizni bemalol boshlasangiz bo'ladi. Endi siz kengayganingizdan keyin, ozgina daromadga kirganingizdan keyin siz bemalol yakka tartibdagi tadbirkor qilsangiz bo'ladi. Yakka tartibdagi tadbirkor qilish uchun yagona darchaga borasiz va u yerda faoliyat turingizga qarab qanday sizga dokumentlar kerakligini aytadi. Bularni ochib bo'lib, guvohnoma olganingizdan keyin hunarmandlarga borib, hunarmandlar uyushmasiga borasiz va u yerda ro'yxatdan o'tasiz. Va bir yillik sizga guvohnoma chiqarib beradi. Shu bir yillik hunarmandlarga a'zolik badalini to'laysiz. Bu unaqa ko'p ham emas. Buni to'laganingizdan keyin sizga yana ham ko'proq imkoniyatlar beradi. Men ham o'zim birinchi bir xonali atelyemni ochib, Sharqona collection bo'lardi unda. 30 kvadrat joyni bitta to'g'richoq mashinka, bitta overlock hamda bitta parovoy dazmol bilan ochganman va 4 oy mobaynida bu xonam 4 xonaga aylangan. Tak, undan keyin siz a'zolik badalini to'laganingizdan keyin siz faoliyat turingizni уже kengaytirib, ishchi 2-3ta ishchi olsangiz bo'ladi. Yoningizga yordamchi xodimlarni olib, ularni ham dokumentlarni qilib kirgizsangiz bo'ladi va buxgalter oling xohlasangiz o'zingiz tushunsangiz, ularni buxgalterlarni hisoblab yurg'izsangiz bo'ladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik bu juda ham oson va eng boshlanishiga sizga nima deydi, ishingizga qulay va soliq ham unaqa ko'p to'lamaysiz. Bu ikkinchi qiladigan ishingiz va undan keyin siz bundan ham ko'proq rivojlanib borsangiz, atelye qilsangiz, yakka tartibdagi tadbirkorlikni davom ettirsangiz bo'ladi va kengaytirib filiallarni ochsangiz, o'quv markaz qilsangiz, nodavlat ta'lim muassasasi yoki kattaroq ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lsangiz, mas'uliyat cheklangan jamiyat qilsangiz, bemalol hisob raqamlaringizni ochib, ularni yurg'izib, налогlarni to'lab va bir qancha mas'uliyat cheklangan jamiyatda xohlagancha siz ishchi kuchi olib, yordamchilarni olib, bularni ham ro'yxat asosida olib, bemalol ishingizni yurg'izsangiz bo'ladi. Siz dokumentlaringizni yo'lga qo'yib, hammasini qonun doirasida qilib bo'ldingiz. Endi ishni nimadan boshlashimiz kerak? Qayerda qilmoqchisiz? Ko'chadami, uydami, qilmoqchi bo'lgan joyingizdan, o'sha ishlamoqchi bo'lgan atelyengizni tashqarisiga endi men mana shu faoliyat bilan shug'ullanyapman deb odamlarga ko'rsatish uchun chiroyli qilib o'zingizni shaxsiy brendingizni logotipingiz ostida tanlagan orzu istagingizdagi, xohishingizdagi mana shu nom bilan ochaman degan orzu bo'ladi-ku o'zida ko'pchilikning ichida. Ana o'sha brendingizni yaratib, shu brendingiz logotipingiz ostida siz nima faoliyat turi ko'rsatasiz u yerda? Oqshom liboslari tikasizmi? Kiyimlarni переделка qilasizmi? Zakazga kiyimlar tikasizmi? Kostyum shimlarmi? Nima faoliyat bilan nimalar tikmoqchi bo'lsangiz, vishivkalar qilasizmi? Seriyada ishlab chiqarish, sotuvga yo'lga qo'ymoqchimisiz? Nima qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha faoliyat turingizni birin-ketinlikda yozib, tashqariga qo'yib, o'zingizni o'sha ochilganligingiz, nima xizmat bilan xizmat ko'rsatishingiz bilan hammaga ko'rsatib, tashqariga yozib, banner chiqarishingiz kerak bo'ladi. Va albatta bularni ko'rib, eng birinchi bizning mijozlarimiz, bizning qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz, dugonalarimiz va albatta qo'shnilarimiz bo'ladi. Bular birin-ketin sizni qiziqib bari birin-ketin kiradi.
Buni qilganingizdan keyin siz xonangizda chiroyli qilib price list qilishingiz kerak. Nima xizmat turlarini ko'rsatasiz va qaysi xizmatingiz narxi qanchadan price list chiqarishingiz kerak qog'ozga. Va bu price listni kelgan klientlaringizga, mijozlaringizga buni taqdim qilib bilishingiz kerak. Shunaqa qo'yni, mana bunaqa matodan mana buncha tikamiz, mana bunaqa переделка mana bunchadan, har bitta operatsiyamiz mana bunchadan deb siz price listni taqdim qilishingiz kerak. Kelgan mijozlaringiz, masalan, o'zingizni qo'shningiz, dugonangiz yoki yaqinlaringiz bo'lsa, ular sizga buyurtma bermoqchi bo'lsa, ularni buyurtmasini hisoblab berganingizda, siz ularga albatta bonus qilib berishingiz kerak. Qanchadan tikasan dugona yoki qo'shni yoki opa singil so'raydi. So'raganda siz aytishingiz kerakki, mana o'zi hisoblaganimda mana buncha bo'ladi, lekin siz yoki sen dugonam bo'lganliging uchun senga 10% yoki 15% yoki 20% o'sha o'zingizni daromadingizdan kelib chiqqan holatda ularga chegirma qilib bering. Endi ba'zi birlariga bu narx to'g'ri keladi, lekin juda ham ko'pchiligi aytadiki, voy bu sanda qimmat ekan, boshqa joyda arzonroq, mana buni uyda tiktirganimda buncha bo'lardi deb aytishi mumkin. Shunda siz aytasizki, men axir bundan arenda to'layman, nalog to'layman, shuning uchun narxni shunaqa chiqarganman desangiz, ular albatta tushunadi. Har bitta qilayotgan narsangizni chiroyli va tushunarli qilib ularga tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Men ham birinchi ochganimda o'sha boya aytib o'tganimdek bitta xonadan boshlaganman, 30 kvadrat xonadan bitta to'g'richoq mashinka, bitta overlock mashinka va bitta dazmoldan boshlaganman. Bir oy o'tib mijozlarim, u yerda domda atrofdagilar ateliye yo'q edi. Yon atrofimizda bitta ma'nidan voy yaxshi bo'pti, juda ham uzoqqa qatnardik, yaxshi bo'pti shu yerda qilganingiz deb переделкалаrini, ko'ylak tiktirgichlarini, oqshom liboslari, har xil zakazlar olib kela boshladi va uni biz qilib, tikib, internet tarmoqlarida qilayotgan ishlarimizni har kun istoriya qilib joylab borganmiz. Bunda mijozlar soni ko'payib, shogirdlarim ko'payib, 4 oy davomida 5 ta xonaga aylangan. Va bu 5 xonaga aylangandan keyin men o'zimni yonimga tikuvchi qizlarni yordamga olganman. Birinchi bitta tikuvchi, keyin ikkita tikuvchi zakazga qarab, keyin konstruktor olganman, keyin o'zim bichib tikmasdan faqat mijozlarni qabul qila boshlaganman. Mijozlarni qabul qilib boshlardim. Qolgan zakazlarimizni konstruktor bichardi va primerkaga tikuvchiga berardi. Tikuvchi tikib primerkaga yig'ib berardi, konstruktorimiz yana primerka qilib, oladigan joy olib, qo'shadigan joy qo'shib, tikuvchiga yana tikishga berardi va ular tayyor kiyimni mijozga kiydirib, mijoz bilan gaplashganda narx borasida, ularga fason tanlashda har doim o'zim gaplashardim. Shunday qilib men ishimni juda ham sevib qilganimdan, rivojlanish ham men o'zim o'ylaganimdan-da tezroq bo'lgan. Hozirgacha ham bu kasbimni juda ham sevaman. Shuning uchun siz ham men qildimmi, demak siz ham qila olasiz. Ateliye ochmoqchimisiz? O'z orzu istagingizni ro'yobga chiqarib, hozirdanoq harakatni boshlang. Bu sizda ham o'xshaydi. Men o'zi tavakkalchiman-da. O'zi aytishadi-yu, o'ycha o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi deb. Har bir ishni boshlashimdan oldin men Allohga tavakkal qilib boshlayman. Xudoga shukr, har bitta qilgan ishim har doim muvaffaqiyatlar cho'qqisini zabt etadi. Har doim plyusga chiqaman, o'xshaydi. Allohga behisob shukr deyman buning uchun. Biznesda har doim inson risk qilish kerak-da. Risk o'zi bu nima? Risk degani kichik risk qilsangiz tavakkal qilish kerak-da. Demak, kichik risk qilsangiz bu kichik daromad degani. Katta risk bu katta daromad degani. Hamma narsa oz-ozdan boshlanadi. Shuning uchun siz agar buni katta qilib ochishga qo'rqsangiz, eng oddiysidan, arzonroq narsadan boshlab, harakatni hozirdan boshlang. To'g'ri, men hozir mana shu soha bo'yicha faoliyat yuritaman, lekin juda ham ko'p ishlayman. Ertalabdan kechgacha ishlayman. Juda ham uyga kech qaytaman. Ko'pchilik aytadi, "Bu g'ayratni qayerdan olasiz?" deb. Chunki men kasbimni juda ham sevaman, shuning uchun charchoqni bilmayman. Bugun charchab uyga borsam, ertaga dam olaman deb o'ylayman-da, lekin ishoning, ozgina uxlab turgandan keyin ertalab soat turib, yana ishxonaga ertalabdan kelib qolganim o'zim bilmay qolaman. Shunaqa sevib, o'zimni qilgan ishimdan rohatlanib, mazza qilib ishlayman.
Agar mana uyga borganimdan keyin farzandlarim 4 ta o'g'lim bor. 4 ta o'g'limni, kelinimni, nabiramni ko'rib, ulardan zavqlanaman, ularni xursandchiliklarini ko'rib. Ular ham men bilan faxrlanishadi. Mana shunday ishbilarmon onasi, buvisi borligidan ular ham faxrlanadi. Siz o'z kasbingizni sevib ishlasangiz, bu sizni yuzingizda, aksingizda, ya'ni ko'zingizda namoyon bo'lib turadi. Bunda mijozlarni ham o'zingizga jalb qilish oson bo'ladi. Aytadi-ku, oddiy bir gugurtdan o'rnak ol yurak, yondirmog'ing uchun yonmog'ing kerak deydi. Mana shu gugurt ham olovni yondirish uchun avval o'zi yonadi va o'tinni qolgan olovni yondirishga harakat qiladi. Agar siz yonmasangiz, mana shu o'zingizni kasbingizni yaxshi ko'rmasangiz, bir kelgan mijozingiz ikkinchi qaytib kelmaydi. Agar sizni mijozingiz, sizni kasbingizni o'zingiz yaxshi ko'rib turganingizdan, qilgan muomalangizdan, yuzingizdan, ko'zingizdan, qarashlaringizdan, tabassumingizdan sizni ko'rib tursa, bu mijoz ertaga sizni bir umrli mijozga aylanadi. Shuning uchun har bitta qilayotgan xatti-harakatlaringiz, kasbingizni sevishingiz yuzingizda aks etib turishi kerak. Shuning uchun agar siz kasbingizni sevdingizmi, hech narsadan qo'rqmang, faqat olg'a qadam intiling, olg'a qadam tashlab, atelye ochishga harakat qiling va buni albatta orzularingizni ro'yobga chiqarib, o'z atelyengizni oching. Agar siz mana shu ko'zingizda yonib turgan xohishni, mana shu ishingizga bo'lgan ishtiyoqingizni ko'rsata olsangiz, mijozlaringiz ham ularni qo'ynidagi, ularni xohishidagi liboslarni a'lo darajada, ya'ni ortig'i bilan qilib bersangiz, siz mana shu tikayotgan libosingizga qo'ymoqchi bo'lgan narxingizni bemalol ayta olasiz va mijozlaringiz ham sizga siz xohlagan narxdan ham, siz aytmoqchi bo'lgan narxdan ham ortig'i bilan to'lashga tayyor bo'ladi. Ishoning, bu sinalgan. Buning uchun baribir bilim olish kerak. Balki sizda o'sha narxingizni yetkazib bera olmasligingiz yoki mijozingiz xohligidagi liboslarni tikib bermaganingizda balki ozgina bilim yetishmas. Bilim olib, albatta har doim bilimlaringizni yangilab borib, har doim mana shu o'zingiz bilan tengqurlaringiz, raqobatchilaringiz oldida eng birinchisi bo'lishga harakat qiling. Buning uchun albatta o'z bilimlaringizni oshirib boring. Agar siz atelye ochdingiz, demak yolg'iz olmayotgan bo'lsangiz, bilimingiz shu joygacha yetarli bo'ladi. Va bilimlaringizni oshirib, yana nima qilsam mijozlarim soni ko'payadi. Nima qilsam hozirgi tikayotgan liboslarimni narxini yana 2 barobar oshira olaman. $100 narsamni qanday qilib $500 qilib tiksam bo'ladi deb choklarini ham lyuks obработка qilib tikishga harakat qilasiz. Mijozlaringiz bilan ishlashni ham yo'l yo'riqlarini o'rganasiz. Buning uchun o'z bilimlaringizni har doim oshirib turishingiz kerak. Bilasiz, bilimli inson har doim ham qadrlanib kelgan. 5 dan to'qqiz bilim izlaydi deydi-yu. O'shaning uchun har doim bilim olishdan hech qachon charchamang. O'zingizning bilimingizga qilgan investitsiyangiz, ishoning, kelajakda eng kamida 100 barobar bo'lib qaytib keladi. Bu siz xohlagan vaqtda qaytib keladi, siz harakat qilgan vaqtda qaytib keladi. Shuning uchun hech qachon bilim olishdan charchamang va o'zingizni bilimlaringiz ustida ishlab harakat qiling, motivatsiya oling va bilimlaringizni yana ko'proq o'rganib, eng yuqori cho'qqilarni zabt eting. Agar mana shu orzu istaklaringizni siz o'z vaqtida amalga oshirmasangiz, ishoning, umringiz o'tib borgan sari bu sizni tinch qo'ymaydi. Nimaga o'sha vaqtida qilmagandim? O'sha vaqtda menda imkoniyat bor edi, shuncha shijoatim bor edi, nimaga qilmadim issig'ida deb bu baribir sizni tinch qo'ymaydi. O'shaning uchun siz hozirdan siz xohladingizmi shu narsani, hozirdan harakat qiling. Inson qilgan ishni albatta inson qila oladi. Bu menda o'xshagan, ishoning, albatta sizda ham o'xshaydi. Shuning uchun hayotimizni, hozir yashayotgan tarzimizni yaxshiroq tarafga o'zgartirish uchun hamma harakat qiladi. Siz ham o'zgarishni hozirdan boshlang. Barcha ishlaringizda omad tilayman. Siz bilan Sharqona o'quv markazi asoschisi Muqaddas Komilova bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Agar siz ham tikuvchilikni noldan boshlab professional darajasigacha o'rganib, oddiy tikuvchi emas, balki mana shu tikuvchilik kasbini siz biznesga aylantirmoqchi bo'lsangiz, unda sizlarni onlayn darsliklarimizda kutib qolamiz. Bu onlayn darsliklarimizda sizlarga ayollar, erkaklar, bolalar liboslarini, asos andozalarini standart, nostandart, individual qomatlarga professional uslubda qurishni va ularni 100 dan ortiq fasonlarga modellashtirib, tikilish texnologiyasini o'rgatamiz. Va nafaqat oddiy tikuvchi bo'lib qolasiz, siz bu kursda o'qiganingizdan keyin oddiy tikuvchilikni siz biznesga aylantirmoqchi bo'lsangiz, u yerda sizga marketing darsliklari ham olib boriladi. Ukrasheniya darsliklari, moda va kolleksiyalarni, o'zingizni tikayotgan libosingizni, kolleksiyalaringizni qanday qilib chiqarishni, o'zingizni brendingizni yaratishni, noldan boshlab professional darajasigacha shaxsiy brendni qanday qilib yurg'azishni, mijozlar oqimini ko'paytirishni va daromadingizni eng kamida 5x ga oshirishni aynan mana shu kurslarimizda o'rgatamiz. Agar siz ham o'zingiz ustingizda ishlab, rivojlanib, yangi bilimlarga ega bo'lish istagida bo'lsangiz, unda onlayn kurslarimga ro'yxatdan o'ting. Mana shu video tagida qoldirilgan ssilka orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Bu yerda ism, familiyangiz, telefon raqamlaringizni to'liq kodlari bilan yozib qoldirsangiz, kursimiz boshlanishidan avval adminlarim sizga aloqaga chiqib, kurslarimiz, tariflari, mavzular haqida batafsil ma'lumot berishadi. Ha, aytgancha, agar video yoqqan bo'lsa, YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Bu yerda sizlar uchun har hafta kerakli bilimlarni bo'lishib boraman.